ukam qoni qaynoq, kuchga to'lgan, hech nimadan qaytmaydigan bo'ladi. Hech nimadan qaytmaydi. Tog'i qo'ysiz, talqon qilib yo'l ochib o'tib ketadigan bo'ladi. Bitta bola javomiy bo'ldi. To'g'ri, u bola noto'g'ri ish qildi. Lekin opasini himoya qildi-da. Opasini himoya qildi. Opa esa o'ylamagan. Opa katta xato qildi. Opa bo'lishi o'zini mas'uliyati bor. Opa bo'lish oson emas. Afsus. Ming afsus.